Avval mundaq degan 100 tal arzuni yezib chiqing. Bu arzular cho'ng bo'lishi mumkin, kichik bo'lishi mumkin. Masalan, palonchi do'stim bilan Üsküdar'dagi palonchi qahvaxonada qahva ichib kelish yoki bolalarim bilan mavu muzeyga berib kelish yoki ma kitobni o'qib tugutish. Men qatnashgan kursda 100 ni yezishni bergan. Men necha qitim shu turdagi kurslar qatnashib boshqa ikkisida hech narsa qilmagandim. Eng oxirgisida 100 ga to'shqizolmadim, lekin 90 necha arzu yezib chiqdim. Sizlar qanchalik yoza olsanglar, bir yildan keyinni his qilish tas bo'lsa, 5 yildan keyin men mundaq bir hayotni yashasam, ishim shundaq rahat bo'ladi. Mening ko'nglimdagi bir ideal hayot mundaq bo'ladi deb avval 5 yildan keyingi bir kuningizni, bir normal kunni, ya bir yakshanba, ya bir dushanbani, atgan sotmanchilik qildim. Bolalarim bilan mundaq nashtalik tayyorladim. Mundaq shaklda avval shuni yezib chiqam. Buni yezib bo'lgandan keyin buni bir yilga qandaq bo'lima. Agar 5 yildan keyingi hayotim ma nuqtada bo'lsa, masalan, 5 yildan keyin bir balla o'yin uyi aşkım bor. Ya bo'lmasa 5 yildan keyin ko'p insonlarni yetaklagan bir qaltis yetakchi bo'lg'im bor. Yoki 5 yildan keyin master diplomamni olg'im bor. Magister diplomamni olg'im bor. Degandek, qandaq bir narsa yozgan bo'lsangiz, undaqda ma yilda men qanchalik qila olaman? Masalan, sizg'ushlarimizdek 0 dan 10 gacha deb o'ylasangiz, siz hozir sizg'ushning qanchalik yerda? Masalan, balla o'yin uyi bo'lsa, men bu to'g'risida nimalarni o'rgana olaman? Kimlar bilan do'st bo'la olaman? Bu ishni qilganlar bilan uni qanday izlab chiqaman? Bu yil masalan Facebookda mush ishni qilgan 3 odamga agishish, ulardan ma'lumot savollarni so'rash deganga o'xshash. Mushtaq kichik bir yilga bo'lib eling va bu yil 0 dan 10 gacha men buning qayerga kela olaman? Taxminan. Andan keyin bu eng muhimi, masalan, magisterlik bitirish bo'lsa, bu arzuyim kim uchun? Arzuyimning ostidagi yiqilg'u meni harakat, mushni qilay degizayotgan kuch nerdan keldi? Magisterni bitasam men kim bo'laman? Aşağıdaki masalan, apam dadam xo'sh bo'ldi, atrofdagilarim uyu magisterni bitiribdi deydi. Qilalabdi deydi degandek atrofdagilar va boshqa ota-onangiz uchun qilib beram ekansiz. Chunki ko'pincha arzuni ostini tekshirsangiz, apangiz bilan dadangizga yarashib bo'ldi. Agar u arzuni ostidagi yiqilg'u boshqalarga yarash bo'lsa, bu arzusiga yetgandan keyin siz xushal bo'lmaysiz. Azroqmi xushal bo'lmaysiz, andan keyin yana izlashga boshlaysiz. Asli mening ichimdan kelgan arzu nima edi? Boshqa bu arzu kim uchun? Bu mening yaramdan kelgan arzumu, xiyolmi yoki men buni haqiqatan o'zim uchun istamdim. Endi arzu hech qanaqa kalamga kelmayotdi, hech narsa aqlim kelmayotdi degichilar, avval masalalaringizga diqqat qiling. Masalan, hozir qanday masalangiz bo'lsa, ularni bir-biridan aniqlab chiqing. Masalan, munosabatlaringiz masala bo'lsa. Bu jihatda men qandaq bir narsa arzu qilman? Yoki bo'lmasa sizning masalangiz har doim boshqalarga pul bermayman deb turib pul berib qo'ysangiz. Men boshqalarga pul bermayman deb turib pul berib qo'yman. Undaqda mush masaldan men qandaq bir arzu, men bo'lmoqchi bo'lgan men kelgusidagi qandaq bir men. Buni ostidagi masala nerdan bo'yotdi? Masalan, bermisam men faloncha pul bermayman degandim, lekin yana berib turdim. O'zimda qolmagan keyin. Men bermisam kim bo'laman? Meni qiziqganda qoldi. Yoki bersam nim bo'ldi? E'tirof qilinishga erishiman. E'tirof qilinishga erishishni boshqa qanday to'ldira olayman? Shunga o'xshash avval masal hozir hayotingizda bo'layotgan bir masalni tutib, masalan, bolalarimga bek vaqirayman. Yoki men ko'nglimdagidek yad emas. Asli bolalarim bilan mundaqroq bir munosabat bo'lg'im bor. Undaqda men 5 yildan keyin
haqiqatan bir cho'ng odam bo'la olgan bolalarımning oldida cho'nglarcha bo'la olgan, ular bilan tang yoshda bo'lib qolmagan biri bo'lish uchun hozir men qanchalik plan tuzalayman. Masalan, palonchi darsga qatnashish yoki palonchi kitoblarni o'qib bitirish degandek. Bu yerda eng ta'kidlaydigan narsam, ya'ni ma'lum bir orzuga erishgandan keyin, masalan deylik, men bu yil palonchi yer sayohat qilsam kerak deb o'ylayman yoki 5 yildan keyingi men xohlagan yerimga sayohat qila olsam. Shu orzuyingiz amalga oshsa, siz kim bo'lsiz? Yoki chiroyli kiyim olsam yoki uyimdagi narsalarni almashtirsam, nima bo'lsa, men shu moddiy narsaga erishsam xush bo'lmayman deb o'ylab qolgan. Lekin shu narsaga erishganda men kim bo'laman? Uyg'urcha kim bo'laman deb so'rsak, balkim ancha naq to'g'ri joyga tushgan bir jumla bo'lmasligi mumkin. Men qandoq biri bo'laman? Sifatni damduq yoki kishilik xarakter, masalan, erkin bo'laman. Masalan, xizmatimdan chiqib, o'zimning joyini ochqim bor, o'zimning ishini qurg'im bor yoki bir savdo qilg'im bor bo'lsa, ashta qilsam nima bo'ldi deb o'ylaysiz? Siz qandoq birisi bo'lsiz? Men erkin birisi bo'laman. Erkin biri bo'lish uchun hozir sizni erkin biri bo'lishdan nima to'sab qo'ydi? Avval u yerga bir qaraymiz, ham hozir boshqa qandoq erkin his qila olaman? Bu yerda biz affirmasyon degan o'zimiz affirmasyon uyg'urchasi nima? Men o'zimizga chiroyli kishilikni o'z ichiga olgan bir jumla qurish, masalan, ichimizda erkin emasman, sayohatga chiqolmayman, bundaq bo'lgan bo'lsa, siz ashuni o'rniga shunchalik bir erkin biri bo'lish qandoq bir tuyg'u? Men shunchalik erkin. Buni badanda his qilgan siri boshda siz uchun bu notanish bir tuyg'u bo'lishi mumkin. Ko'pincha biz boshqalar tarafidan boshqarilib yoki har bir qaror chiqarishlarimiz uchun, masalan, ma kiyimni kiysam yarashamga yarashmam degandan tortib boshqalardan so'rab ko'ngan bo'lsak, bu biz uchun bir xil boshda tas. Asta buni shunchalik erkin bo'lish qandoq bir tuyg'u degan siri siz normal kundalik hayotda erkin bo'lgan qismlaringizni tepib chiqa olasiz. Masalan, men qachon uydan chiqishni o'zim qaror bera olaman. Men erkin chunki chiniqishni chiniqmaslikni o'zim tanlay olaman. Men erkin chunki hozir qachon yurishni yoki bir soatdan keyin qachon yurishni o'zim tanlay olaman. Men erkin qachon bolalarimni teshik chiqishni chiqmaslikni o'zim tanlay olaman deganda kichik nayti ozroq ahmasdek ko'rinsimi, sizning badaningizga erkinlik tuyg'usi, senmi asli erkin? Sen miyaga diqqat qil, mama nuqtalarga diqqat qilmadan deydigan bir nuqtani tepib chiqib, bunimi bir holatga aylantirish. Boshqa nimalar deyman? Bu jihatda mencha Instagramdan, to'rlardan eng yaxshi qo'llana olamiz, foydalana olamiz. Nurg'un kishilar to'rlarni yaxshi emas deb o'ylaydi, lekin mencha to'rdimi behchiq yaxshi narsalar o'rgandik. Ham qanday ishlasak shundoq bo'ldi. Kimni ko'rsangiz Instagramda nurg'un siz shu an xayol qilayotgan narsani haqiqatda yashayotganlar bor. Ashlarning rasmini ko'rgandan keyin shundoq bo'lish qandoq bir tuyg'u. Masalan, Parijga sayohat qilib borgan birisini ko'rgan bo'lsangiz, bunday ko'rib o'tib ketmay yoki zehningiz ajab mushlar qilalarki, bu menga mumkin emas demay, shundoq xohlaganda Parijga berib sayohat qilish qandoq bir tuyg'u. Buni badaningizda 1 minut, 2 minut mashq qilib turing. Qanchalik badaningizga tonish tuyg'uga kelgan siri shu xil ehtimolliklarni tatishingiz, shunchalik ehtimolliklarga yiqilasiz. Instagramda mushakda bek yaxshi foydalana oladi. Bir ana mundaq savol so'raganda, tunji ishlagan vaqtimizda o'zini hurmatlash qandoq tuyg'u, qanday gap u, o'zini hurmatlagan odam qandoq bo'ldi degandi. Ondan keyin hayotingizda siz o'zini hurmatli deb qaragan kimlar bor desam, bundoq o'ylab diqqatini ashyaga markazlashtirgan siri palonchi yoki palonchi ma'lum. Ularning qilayotgan yoki ulardagi holatda sizda yo'q va ular qilayotgan nimalar bor desam, mana nuqtalar degandi. Shunday qilib buni topalaymiz va bu
asta bizning normalimizga aylanishga boshlaydi. Xiyolarning yiqilg'usini dedim. Maslni tepib, maslning ichidan bir planga aylandigan arzuni tepib chiqish. Masalan, kimlikni o'z ichiga olgan, men kimga qarz berib, kimga qarz bermaslikni bilalaydigan biri. Men to'g'ri vaqtda beradigan biri yoki men o'zim uchun yig'alaydigan biri degandek. Bu bir arzuning turi. Uning ichida endi majil men qanday qila olaman? Masalan, 3 odamni rad qilaman. Ya bo'lsa, manchilik yig'aman va uni bir yerga yezib, uning boshqa bir daftarga uning kishilik qilgan bir narsani yezish. İkisini deb bo'ldim va tuyg'uni badnazga normalga aylantirish buni deb bo'ldim. Hamda cho'ng arzu deb not qildim. Hamma narsa albatta mutlaq emas. Men cho'ng arzuni yezish tarafdori bek cho'ngmidaq boshqalar anglasin xiyolimi, ozroq sirami nima deydigan. Chunki ba'zi narsalarda xiyollaringiz sizni cho'chitmasa, harakatga kelamaysiz deydi. Men buningga ishonaman. Nayti 5 yildan keyin mundaq bo'lsam deb amaliyotga desangiz ancha uyg'un bo'lmagan. Lekin siz shundaq nuqtada o'zingizni ko'rishni mashq qilavergan siri abay degandek amaliyot masalan o'zining shirkatini bir ochgan odam bo'lsa, u yerda bekroq men vaqtimni erkin ishlatalayman degan narsa chiqmoqchi bo'ldi. Shu sizda shu holatning, shu kishilikning shakllanishi eng tez bo'ldi deb o'ylayman. Shunga men cho'ng arzu yezish tarafdori. Albatta, bu yozganingizning ichida, masalan, men bir necha qiz bilan ayrim ko'rishdim. Bularning ba'zilarining digisi yo'q. Shundaq normal. Siz 10 tal arzu yozgansiz, buning ichida birsini deganingiz yo'q. Masalan, 150 ming dollarlik bir maoshga erishiman. Buni haqqa desangiz yaxshi bo'lmaydigandek bir ichingizdan bir tuyg'u bo'lsa, siz buni boshqa ayrim qog'ozga yozing. Qolgan 9 bu qolgansa, o'rniga bir kichik arzudan birini yozib, guruhga shularni avazsangiz bo'ldi. Andan keyin cho'ng arzu yozish jihatda nurg'un odamlarning o'xshamagan fikrlari bor. Masalan, cho'ng arzuga tutish qilish jihatda deyapimsa. Masalan, Ali Abdalga o'xshash, Mattivolaga o'xshash kishilar cho'ng arzuni boshlashdan burun masalan bir yer ichish, xizmatdan chiqib ketish degandek bo'lsa, cho'qim 6 oylik maoshni avval planlab olish kerak deydi. Bo'libmi to'y qilib bo'lgan bolalaringiz bor bo'lsa, ularningki ichida bexatar his qilishini birinchi o'ringa qo'yishingiz kerak. Siz qanday bo'lganini bilmasangiz, 6 oylik uyning pulini to'laydigan, bolalarning maktabi, hamma narsani tayyorlab olgandan keyin, undan keyin qadam ilib ishdan chiqsangiz bo'ldi va bu jarayonda kichik putingizni suvga tiqib yiqishingiz kerak deydi. Misol qilsam, men burun yasil ishlagan vaqtimda ba'zi turib ichim pushib ketdi. Shunda oz maosh ilib, bolalarni musha yoqqa qo'yib tuzuk kori bo'lmayotgan ota-onalar ular shunda jiq pul tepib, ashta o'ylaydi. Andan keyin mesela shundoq bir ahvolda shanba kuni yaslining ashyarni ijara ilib mudir bilan so'zlashib maktab shanba kuni ittiq men 2 soat ishlatsam yoki tug'ilgan kun o'tkazamsiz yoki hikoya soat qilamsiz yoki ingliz tili darsi o'tilgan qilamiz siz o'shan 2 soatning ruxsatini ilib buning uchun bir qadam ilib siz kelgusidagi potential customerni mala mening xaridorim bo'lishi mumkin degan odamlarni taxminan bilgandan keyin anandan keyin bir ish qiling deydi. Ya'ni men bir yer assam taxminan manchilik xaridorim bo'ldi. Albatta har zaman shu bitta bo'lishi notayin, lekin eng bo'lmaganda taxminan men maktabni yozib chiqarsam manchilik xaridorim cho'qim oldi deydigan bir yerga kelgan vaqtingizda anandan keyin ishingizni tashlang deydi. Bir tür. Ama yana bir tür mesela Nargis Atarovaga o'xshash shunda qarziga bo'g'ilib qilib bo'lgan ahvolda birdan anandagi ishidan chiqqanlar ilqi. Bir cho'ng ish boshlatganlar yana bundaqlarmi turlari, bundaqlarmi ko'p. Ama dedim Ali Abdaldagi kishilar agar bir skalangizda 6 oydan puli
kalangizda aniq plan bo'lmasa va 6 oyning pulini to'plamagan bo'lsangiz, bankadan qarz ilib, cho'ng ishlarni boshlashni tavsiya qilmaydi. Deganimdek, ba'zi bir necha tal chiqib qolgan misollar bor. Shunda qarzga bo'g'ilib qolganda, ya'ni hukumatdan bankadan qarz ilib ishini boshlab yaxshi bo'lganlarmi bor. Lekin men asal boshdagi tipni qo'shilaman hozircha. Mo'ljallash va taxmin qilib berish. Andan keyin Latham teoriyani yozgan Mel Robbinga o'xshash. Mel Robbinning masalan ayol ikkisi boshdagi restorani bek yaxshi mengib, ikkinchisini ochgan vaqtida bir aqlamsay qancha million 800 ming ya shunday qilqi oqiga chekinib ketibdi ekan, bankaga qarz bo'lib qolibdi ekan. Lekin hozir shunday yaxshi ahvoli. Lekin shunday bir vaqtlari bo'ldi ekan. Bularni zehnimizdan bir yerda cho'ng plan, kichik planlar o'ylaganda bir yerga qo'yishimiz kerak. Masalan, sayohatni misolga olsam, sizlar bularni turlantirib olsanglar bo'ldi. Bularni bir qur yezib bo'lgandan keyin arzularinglarni hamda ularning ichiga inchki detallarini qo'shish. Masalan, men İstanbul'a sayohatga bordim degan bo'lsak, hozirla ya atilla bir sizga 10 ming dollar berib, men nega desangiz shu yerga bering degan bo'lsa, birinchi sizning nega bordigingiz nihoyat aniq bo'lishi kerak. Qayerga borsam bo'lar, İstanbulga borsam bo'larmi, Parijga borsam bo'larmi deb vaqt isrof qilgan emas. Sizning kalangizda shundoq aniq atilla bir 10 ming dollarni berib, ish qilishni taklif qildik, sayohatga keling deb qolsa, siz qaysi mehmonxonada tursiz? U yerning bahasi qanchalik? Ailangiz bilan borsangiz qanchalik ketadi? U yerga borganda siz qaysi oshxonada tamoq yeysiz? U yerga borganda nalarni cho'gilaysiz? Hammasini inchki detallari bilan narsangiz bo'lishi kerak. Masalan, oldingi yili bizning gruppadan mashina olma deb yozganlar bo'lsa, qaysi mashina? U qancha pul? Qaysi do'kondan olsiz? Qaysi rangni olsiz? Qaysi model? Hammasi aniq bo'lishi kerak. Menimcha mushunchalik desam bo'ldi. Xiyollaringlarni mushunga asosan, ya'ni kengaytib, kichiltib, cho'qim mutlaq bir xil narsa yo'q. Sizlar o'zinglar o'ylagandek 5 yillik plan, bekroq kishilikni xarakterini o'z ichiga olgan. Ondan keyin 1 yillik plan va u 1 yillik planni kunda ko'chirib yozish uchun boshdagi bir hafta kunda yozasiz o'xshash narsani 1 yillik planni. Ondan keyingi haftalarda haftada bir qatam haftalik planni, oyda bir qatam yillik planni, ondan keyin buningga qo'shib haftada 2 qatam minnatdorlik. Bu kunda nimaga minnatdor bo'lgan bo'lsangiz bularni yozish. O'sha mushunchalikday amsa.